Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Mana qancha ko'mir kerak degan joyi mana shu. Qancha ko'mir kerak? Bu yoqqa qarasangiz ko'mir. Bu yoqqa qarasangiz ko'mir mana. Bu yoqqa qarasangiz yana ko'mir. Bu yoqda yana ko'mir. Ko'mirga tushungan odamni ko'zi quvnaydigan holat. Umuman olganda qish kuni hozir o'sha haroratlar ham -0, -2 darajaga tushib ketyapti. Hozir bu aholi uchun ham, ko'mir sotadigan hamkasblarimiz uchun ham o'sha tilladagi gap. Juda ham ajoyib ko'mir, murdash ko'miri, 6500, 7000 kilokaloriya beradigan juda ham sifatli bo'lgan ko'mirlar. Qondan qazib olish jarayonlari va bizga O'zbekistonga, Namanganga, Ro'ziston ko'mir bazasiga ortish jarayonlari bo'lyapti. Juda ham ajoyib holat, ajoyib jarayonlar. Inshaalloh Namanganda qishda ko'mirdan muammo bo'lmaydi. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa, katta ob'yomlarda chakana, ulgurji xohlaganlar uchun 1 kilo uchun ham xizmat ko'rsatamiz. Aloqadamiz hali ham o'sha nomerlardamiz: 42 43 44 450 bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh ishlarni yaxshi sifatli qilib bitiramiz.